Ay qo'sh. Ko'rdilaring. 190, 190, 191 chotki. Xudo xolasa, mana nasosni ovozini ham eshitibsizlar. Hech qanaqa muammo yo'q. Bitta knopka bosiladi, bo'ldi. Nech kun ketdi? O'rnatib bo'lindi. Agarda hamma yo'q to'liq olib kelib qo'yganlarida bugun bir kunda bitirib ketar ekanmiz. Güzel. 25. Mana shuni 35 deb sotishyapti. 25 da. Mana shuni to'liq zavodskiy 25i bor. Nakanishnikka kirgizib, 35lik nakanishnikka kirgizib olsalaring, keyingi safar qiyngarchilik bo'lmaydi, xudo xolasa. Xullas, mana shu yo'lga maynaqa balandliklarga chiqaradigan. Xullas bir nasos bor. Undan bunaqa joylarga qo'yapmiz. Kilchatkasi aylanib ketganligi uchun endi undan umuman o'rnatmayapmiz. Shuning uchun muammo chiqarmaslik uchun mana shu baquvvat nasosni o'rnatyapmiz. Ozgina qimmat bo'lsa ham endi iloji yo'q, ishlab beradi. Xo'p. Hamma Hala. Ana o'rtoqlar. Mana shu. Ha. Xullas bel hatto o'rib qoldi. Balandlik ko'ryapsizlar. Suv. Voda vash-vash. Suvdan ey. Suv chindan suv. Ichvonna baqa burarish kerak ana. Turgani bera qol ozgina. Yo'q, to'xta, bu shekilli. Choy bera qol, ozgina. Bo'ldi. Ko'rib ketdi. Bo'ldi shu. Ko'tarsa qo'lingni ber. Qara, zo'rmi? Ana. 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 İnşallah. Ana. Mana o'rtoqlar, menga suv bosib ketibdi uyga. Damas botib qoldi. Oy. Bu yerga o'tib kelib piyoz ekilgan. Biz sizlarga aytsam, mana shu to'g'rida dalalarga bundan 5 yil oldin kelgandik. Mana 5 yil o'tib, o'sha yana shega kelib mana suv chiqaryapmiz. 5 yildan keyinga nasib qilgan ekan. Bir akamiz olib kelgandilar. O, aka siz olib kelgandingiz, endi mendan suv chiqdi. Ho. Xullas, Sovet davrida suv chiqqan menga. Alo, nimalar? Sovet davridan bir suv chiqmash, xo'rlanayotgan yerlar. Mana endi inshaalloh. Xullas, Andijon viloyat Jalaquduqda eng baland yerda turibmiz. Ko'ryapsizlar? Yerang baland yerida. Kun botdi, ish yotdi deydi-yu. O'rtoqlar, kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, mana shu 18,5 kilovat nasos bilan bu qalay zo'rmi? Qaydan chiqdi? Beydi nomi nima? Jalaquduq tumani. Bolgar savxozida mana shu dehqon akalarimiz. Piyozchilik eng trendi mana shu aka. Piyoz ekadi, trendi. Bak investor. Ana. Uzunluğundan 40 metr kilometrlik çıkıyorsun. Ana. 272 metrda 40 metr podium bor. O, visoka borga katta, brizon ko'ryapsizlar? Ashundan yana bir barobar balandlikka chiqib olganmiz. Ana. Ana. O'rtoqlar.
Hammaga shunaqa suv Ishonavering, kechakini Chiqarish. boshlaganimizda kechga yuriblar ekan. nasib qilsin akalar, mana. Suvni inshaalloh chiqarib, endi akalarimiz mana shu joylarga piyoz ekishadi inshaalloh. Mana. Suv o'ta go'zal. Xullas, o'rtoqlar. Endi narxiga keladigan bo'lsak, 2 xil nasos qo'yganmiz. Bu o'sha boya aytib o'tgan qimmat nasosimizdan ozgina narxi narigilarga qaraganda 5 million, 6 million qimmat tushdi. Xullas, lekin suv bosimi zo'r. Xudo xolasa, hozir biz o'zimiz aytdik, mana shu chuqurlikka tashab qo'ysangiz ichini tozalaveradi. Xullas, inshaalloh foydalaninglar. Ana. Mana. Nasos nima ketyapti? Katta samolyot ketyapti. Katta samolyot. Katta samolyot. Xullas. Shitlar. 223, 220. Yurgis. Klapini bosib qo'y. Havo olgan bu. Ha? Klapindan shunday havo olgan. Suv nima bo'pti? Hech bola qolmadi. Ko'rdingizmi? Mayda shunday havo olib suv tushib ketadi. Albatta suv tushib ketdi mana. Albatta. Bahron aka, biz aytgan uni olmay chiqdi suv. Biz aytgan olmay chiqdi. Endi teng bo'ldi. Hali yuradi yana. O ariqdan bor hali. Davay, qo'sh. Ashrakablar ko'milarkan. Xullas, ko'rdilaring. 190, 193, 191. Ash kabelni jichcha yuqorib kelib qo'yishgan. Shuni sal yuqoriroq olib kelasizlar. Xullas, uzoq masofaga bilasizlar, bunga o'xshagan puskatil qo'yamiz. Faza zashtalar ham joyida. Mana. Hamma yoq chotki. Xudo xolasa, mana nasosning ovozini ham eshitibsizlar. Suv to'ldir, boshqa yo'q. Hech qanaqa muammo yo'q. Bitta knopka bosiladi, bo'ldi. Dostonboy, bitta o'chiring. Ha. Hali suv yetib bormadi. Ha, bitta o'chiring, bitta. Yana bitta. Ko'rdilaring, ha? Mana shu vaziyatda mana bu ham tushib qolmaydi. Ha? Klapin ehtiyotli bosim tushib ketmaydimi? Bu hayotda bosilmaydi. Kechganda shunday havoni bersa, to'xtab oladi. Sekin orqaga o'tadi. Xullas, ish tugadi. Qalay bo'ldi aka? Zo'rmi? Go'zal. Bir maza qilaylar. Bu ham bir nos kepida kepmay undan o'tib ketdimi aka? Allohim dehqonchiligingizga baraka bersin aka. Hammasi ishlarga baraka bersin. Rahmat yapti. Go'zal. Biz kutganimizdan a'lo chiqdi. Nech kun ketdi? O'rnatib bo'lindi. Agarda hamma yo'q to'liq olib kelib qo'yganlarida bugun bir kunda bitirib ketar ekanmiz. Ana, xudo xolasa endi nasosni o'rnatib bo'ldik. Endi bosishaveradi. 4 gektar yerlari bor ekan. Baqi yig'latveradi bu. Keyingi sizlarga maslahatim, mabodo kabel qo'ymoqchi bo'lsalaring, mana 25. Mana shuni 35 deb sotishyapti, 25 ta. Mana shuni to'liq zavodskoy 25 bor. Nakanishnikka kirgizib, 35 lik nakanishnikka kirgizib olsalaring, keyingi safar qiyingarchilik bo'lmaydi, xudo xolasa. Shuning uchun kabelga e'tibor berasizlar. Xullas. Xo'p, 52 ming so'm turuba nasosini o'sha 16 million so'm atrofiga tushdi. Nasosni o'zi. Xullas, mana shu joyga, mana bunaqa balandliklarga chiqaradigan. Xullas, bir nasos bor. Undan bunaqa joylarga qo'yapmiz. Kirchatkasi aylanib ketganligi uchun endi undan umuman o'rnatmayapmiz. Shuning uchun muammo chiqarmaslik uchun mana shu baquvvat nasosni o'rnatyapmiz. Ozgina qimmat bo'lsa ham endi iloji yo'q, ishlab beradi. Xo'p. Hamma yo'q chotki. Hammaga rahmat. Vaqtlarga rozi bo'lasizlar. Kabelga e'tibor berasizlar, zavodga e'tibor berasizlar, zavodiga. Rahmat. Hurmatli dehqon akalar,
Ana ho. Oh. Ko'ryapsiz, chang. Umuman suv ichmagan beylar. Ha? Ha? Boramiz, o suv bosib ketdimi yo'qdi? Xullas, mana qaranglar. Xullas, mana shu orqaga qaytib kelyapti. 110 diametr. Mana nasos quvuri. Xullas, narxlarga keladigan bo'lsak, 110 dirham diametrimiz 52 ming so'mdan chiqdi. Mana shu 09 qalinlikdagisi. Hop. Suv pastga tushib ketganligi uchun o'chir bo'pti shekilli meni mo'ljalim. Hozir pastga tushaylikchi. Уже suvda nasos o'chib, ana sekin qaytyapmiz. Menilar ko'ryapsizlarmi? Bo'lib odam mazza qiladi. Tana yayraydi, hamma yo'qda yo'llarda suv bosib ketibdi. Voy. Shunga o'chirishgan bo'lsa kerak. Shunaqa gaplar. Уже hech qancha yurmadi, 5-10 minut ham yurmadi nasos. Ha. Xullas. Shunaqa polietilen quvurlar. Xullas mana pastga tushaylik. Hozirlarga nasos o'rnagan joyini ham ko'rsatib o'taman. Xullas nasosga bog'liq bunaqa. Xullas 350-372 metrda, 45-50 metrda xullas suv chiqishi mana shu nasosga bog'liq. O'rnatishga bog'liq. Ko'pchilik akalarimiz nima qilishyapti? Hali ham suv kelyapti ekan pastga. Nasosni o'zlari o'rnatishyapti. Muammo kelib chiqib keyin bizga chaqirishyapti. Mana turbalarni ham mощности zo'ri. Xudo xolasa ular bo'ldik. Eng zo'ri natija, Allohimga behisob shukr. Mana nasosni nima desam bo'ladi. Past 1,5 kun o'rnatib bo'ldik. 372 metr turbani ulab nasoslarigacha ustanovka qilib, ishga kerak bo'lsa birinchi o'rinda o'ylab qo'yinglar, anaqa birortasidan divizok topib qo'yasizlar. Biz divizok kerak bo'ladi. Eng keraklisi divizok, chunki ishimizda asosiy qismini divizok bitiradi apparatlarimiz. Keyin imkoniyat darajada uzoq masofaga kabel tortsalaring och. Baqvatroqdan tortinglar. Ozgina nimalik qildi, kichkinalik qildi kabel. Suv bosib ketdi jumanilar, qaranglar. Voy. Siz o'zingiz o'chirdingizmi? Yo, tepadan pastga qarab tushyapti hali chuqurda. Shunaqa. Voy. Nas. Oxirigacha ko'rsin. Voy. Ajeladan nasosni sudrab olib keldik. Suv chiqishi o'ta moshni. Alhamdulillah. Yetkizganiga shukr. Xo'p.